Men bu narsalarni sizlarga qanday tushuntirib berishni bilmayotgandim. Endi ancha fikrimni jamlab oldim. Meni eshiting. Biz hammamiz orzularimizga yetishga harakat qilamiz, to'g'rimi? Orzularimiz nima endi? Yaxshigina mashina, yaxshigina uy, nang'illama. Endi yaxshigina pul, katta pul. Lekin aslida olganda nimaga harakat qilishimiz kerak? Bizni nima xotirjam qilsa, o'sha narsaga harakat qilishimiz kerak o'zini aslida olganda. Bu sizga yaxshigina mashinada yursangiz yoki qo'lingizda katta pul bo'lsa, siz xotirjam bo'lasiz degani emas. Odamlar misol uchun yegani bugun ovqati bormi? Sizdan ko'ra xotirjamroq bo'lishi mumkin. Uyida qopda puli bor odamdan ko'ra xotirjamroq bo'lishi mumkin. Ana o'sha baxt, ana o'shaga harakat qilish kerak odam. Men misol pul baxtsiz qiladi demoqchi emasman odamni. Lekin baxt pulda ham emas demoqchi emasman. Lekin baxt pulda emasligini bilish uchun odamga katta pul kerak. Puli yo'q odamni muammosi pul bo'ladi. Voy, pul bo'lganda muammolarim hal bo'lar deb o'ylaydi. Puli bor odamda bo'lsa, muammolari undan-da kattaroq bo'ladi. Pul hal qila olmaydigan bo'ladi. Bu fakt, men ko'zim bilan ko'rganman shu narsalarni. Shuning uchun kattalar so'rashganda, har duoga qo'lini ochganda, Allohim bizga nima barokatli bo'lsa, o'sha narsani bergin deyishgan. Barokatli deganda sonini ko'pligida emas, balki bizga foydaliroq, bizga halovatli bo'lishliroq narsalarni bergin deb so'rashadi. Biz ham shuna deb so'rashimiz kerak deb hisoblayman. Salomat.